Bugungi kunda muhokamalarga sabab bo'layotgan Faryod asari haqida gapirmoqchiman. Faryod asari ikki insonning taqdirining kesish nuqtalari, undan tashqari insonning boshiga kulfat kelganda ham sabr-toqat bilan yengish haqidagi asar. Asarning bosh qahramoni Feriya uning kasallikka chalinishi, jigar saratoniga chalinadi. Uni ota-onasi uchun yengib o'tadi. Lekin u ota-onasining xursandchiligi uzoqqa cho'zilmaydi. U ota-onasidan ayriladi. Bu esa uni juda ko'p tushkunlikka tushishiga olib keladi. Shu bilan asarning birinchi qismi yakunlanadi. Feriyaning tuzalishi bilan va uni ota-onasining vafoti bilan asarning birinchi qismi tugallanadi. Ikkinchi qismi esa umuman boshqa ma'noda boshlanadi, boshqa insonning hayotidan boshlanadi. Bu Demirning hayoti bilan boshlanadi. Shunda sizni o'ylantirishga majbur qiladigan narsa, nima uchun asar aynan Demirning hayoti bilan boshlandi? Nima uchun bir boshqa insonning hayoti bu asarga qo'shildi deb. Ikkinchi qismini o'qib yakunlar ekansiz, Demir bilan Feriyaning taqdirini bog'liqligini bilib olishingiz mumkin. Bunda o'sha Demirning onasi Feriyani davolanishiga sababchi bo'lgan ayol hisoblanadi. U vafotidan oldin o'sha mening organlarimni kasallarga berishingizga roziman deb kafolat xati yozib vafot etadi. Shunda taqdir taqozosi bilan Demirning onasi Feriyaga o'z jigarini berib, uni tuzalishiga muvaffaq bo'ladi. Asarning ikkinchi qismida o'sha Demir va Feriyaning uchrashuvi, ularning taqdirining birlashishi, Demirning hayoti, Demir ham xuddi Feriyadek qiyinchiliklarga uchragan odamligi, faqat qiyinchilik, kulfat bir kishining boshiga kelmasligi, bu yorug' olamda barchaning boshida qiyinchilik borligi mazmunida ikkinchi qism. Demir ham xuddi otasidan erta qolgan, onasining qo'lida katta bo'lgan, o'sha yolg'iz mehribon onasidan ham ayrilgan odam obrazida tasvirlangan va u singlisini, ya'ni otasi boshqa turmush qurgani uchun uni singlisi bo'ladi. O'sha singlisi autizm kasalligiga chalinib, hattoki o'sha mehr orqali har qanday kasallikni yengib o'tish mumkinligini ochib bergan obraz sifatida tasvirlangan. Asarning 3-qismi esa Demir va Feriyaning hayoti haqida. Ular o'sha uchrashadi, ularning o'sha birga bo'lish voqeasi 3-qismida berilgan va o'sha bir-biriga hayot hikoyalarini aytib berishi 3-qismda tasvirlangan. Faryod asarini sizga o'qishni tavsiya qilaman, o'qib ko'ring, sizga yoqadi degan umiddaman. Undan ko'p hissiyotlarga ega bo'lasiz, hayot tarzingizni o'zgartirasiz. Masalan, bitta qiyinchilik kelganda siz o'z o'rningizni yo'qotib qo'ymasdan qiyinchiliklarga bardosh bera olish motivatsiyasini o'sha asardan olishingiz mumkin. O'sha yoshgina boshiga kasallikni yengish va o'z taqdirini chiroyli qurish insonning o'z qo'lida ekanligi, hammasi ishonchda ekanligini tushunib yetasiz.